Bugungi vlogimiz Texas A&M universitetida sport va hordiq bilan shug'ullanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida bo'ladi. Ya'ni sport bilan shug'ullanish, kelib dam olish, jismoniy hordiq chiqarish uchun ancha yaxshi sharoitlar yaratilgan. O'sha sharoitlardan biri sport kompleks bor. O'sha sport kompleksi Rec Center, ya'ni Recreational Center. Bu o'sha hordiq dam olish markazi deyiladi. O'sha markazni boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Bu yopiq zal haqida hozirgi videoyimiz yopiq zal, lekin tashqarida ham, zaldan tashqarida boshqa sharoitlar bor, stadionlar bor, juda ko'p sharoitlar yaratilgan. Hozircha o'sha yopiq zal ichidagini sharoitni ko'ramiz. Iloji boricha to'liq qamrab olishga harakat qilamiz. Yopiq zal judayam hamma sharoitlarga yaratilgan deyish mumkin. Hamma sharoitlar buning ichida bor deyish mumkin. O'sha yuqoridagi qavatda yugurish uchun aylanma, butun binoni qamrab olgan aylanma yo'lak. O'rtadagi binoning ikki tomonida ajratilgan. O'rtadagi bino, ya'ni o'rtadagi qismni mana o'rtadagi qismni ko'rishimiz mumkin. Mana shu o'rtadagi qism, u tomonida ham demak maydonchalar bor, bu tomonda ham maydonchalar bor. Bu maydonchalar o'sha futbol o'ynash uchun, ya'ni futzal o'ynash uchun, basketbol uchun, badminton uchun qo'yingchi, nimaiki zalda qanaqangi sport bilan zalda shug'ullanish mumkin bo'lsa, o'shalarning hammasi uchun yaratilgan. Talabalar o'sha bemalol kirib, barcha talabalar ularni o'sha kontrakt pulini ichida ma'lum bir liniyasi bor, ma'lum bir summasi bor. O'sha faqat nima uchun qaratilgan? Nima deydi? O'sha sport imkoniyatlardan foydalanish uchun qaratilgan. Sport zaldan foydalanish uchun, sport zaldan sport imkoniyatlaridan foydalanish uchun qaratilgan o'sha summa bor. Men ham endi bir kunlik ruxsat sotib oldim, bir kunlik pass sotib oldim, ya'ni $12 to'liq foydalanish mumkin. Shu sport zali ichidagi imkoniyatlarni xohlagan joydan foydalanish mumkin. Sport zalda nima deysa bo'ladi? Sport zalda shu kompleksda juda ko'p 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta menimcha ikki tomonda maydonchalar bor. O'sha futzal, basketbol, badminton o'ynash uchun imkoniyatlar bo'lsa, undan tashqari o'sha mana bu alpinizmga o'xshagan, alpinizm deymizmi yoki toqqa chiqish borki, o'shanga o'xshagan chiqish inshootlari, 4 ta 5 ta atrofida basseyn bor, juda katta shug'ullanish zali bor. Ularning hammasini shu video davomida ko'rib chiqamiz. Mana yuqorida yugurishga sharoit qilib qo'yilgan, yo'lakcha qilib qo'yilgan. O'sha joyda yugurishni xohlagan yoki yurishni xohlagan odamlar bemalol yurish mumkin. O'sha markazga kirgandan keyin, sport kompleksiga kirgandan keyin o'ng tomondagi maydonchalar bular. 1, 2, 3, 4 ta maydonchani ko'rishingiz mumkin. Barchasida o'sha futzal yoki mana badminton o'ynashyapti, tennis, qanaqadir tennis turini o'ynashyapti. Talabalar shunaqa sharoitlarni qilib qo'yilgan. O'sha tepadagi yo'nalish, yo'lakcha bilan birinchi qavatning o'rtasida mana bunaqangi yugurish uchun moslamalar qilib qo'yilgan. Bu hattoki o'sha birinchi qavatdan yuqori ikkinchi qavatga ham yetilmagan bir alohida joycha qilingan. Ko'rish mumkin. Bemalol yurish, yugurish, qanaqangi sportlar bilan bo'lsa shug'ullanish mumkin. Bu o'sha trenajyorni shug'ullanish zaliga qo'shimcha ravishda. Bu trenajyorni o'sha qo'shimcha alohida bu yerda ko'rib o'tdik. Alohida shug'ullanish zali bor, alohida shug'ullanish zali bor va bu yerda men bu yerlarda alohida xonalarni qilishgan, har xil mashg'ulotlar, qo'shimcha mashg'ulotlar uchun raqamlar qo'yilgan. Adashmasam 10 ta atrofida qo'shimcha mashg'ulotlar bilan shug'ullanish uchun raqamlab berib qo'yilgan xonalarni. Har xil sport turlari bilan yoga bo'lish mumkin, kimdir yoki qanaqadir sport turi bilan shug'ullanish mumkin. O'shalar uchun sharoitlar yaratilgan. Mana ekan ko'rishingiz mumkin. Pastdagi qavatda talabalar shug'ullanishyapti. Pastdagi qavatda emas, o'sha bu tarafdagida shug'ullanishyapti. Mana ekan bu yerda ko'rishimiz mumkin. Kimdir har xil o'yin turi bilan shug'ullanyapti. Har xil xonalarni qilib qo'yishgan. Demak, bu yerda o'sha qanaqadir bir badmintonni turi o'xshagan sport turi bilan talabalar demak shug'ullanishyapti.
tennisga o'xshagan qanaqa bir sport turi bilan shug'ullanishyapti. Tomonda yo'l yo'q. Boks bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun maxsus qurilma. Endi o'sha yo'lakchadagi chiqamiz. Yo'lakchada yurib ko'ramiz. Yo'lakchada yurishdan oldin mana shu maydonlarni yaxshilab ko'zdan kechirishimiz mumkin. O'sha aytib o'tilgandek 4 ta maydoncha bu tomonda. Hozircha menimcha bular to'laligicha badmintonga aylantirilgan, badminton yoki tennisga aylantirib qo'yilgan ekan. Mana bu tomonda o'sha futzal. Bizga juda ham o'zbekistonliklarga, o'zbek xalqiga yoqadigan sport turi futzal. Va bu tomonda ham futzal. Demak, ajratib qo'yilgan, doimiy ravishda xohlagan paytda futzal kelib o'ynash mumkin. Va bu tomonda badminton va tennis uchun ajratib qo'yilgan ekan. Mana bunaqangi shug'ullanish uchun moslamalar, qurilmalar ham o'rnatilgan talabalar uchun. Mana bu tomonda o'sha sport kompleksi chap tomoni. Chap tomonda ham xuddi o'shancha maydon bor. Xuddi o'shancha o'ng tomondagi bilan teng miqdordagi maydonlar bor. Maydonlarda hozir remont ishlari ketayotgan ekan. Remont ishlarini o'quv yiligacha balki tugatishsa kerak. Endi qanaqadir yangilik kiritish, yangilik qilish maqsadida qilinayotgan bu narsa. Va bu tomonda yana qo'shimcha o'sha sport bilan shug'ullanish uchun yana qo'shimcha qurilmalar. Mana shu ikkinchi qavatda maxsus yo'lak orqali yurish mumkin. Juda ko'pchilik mana talabalar ko'ryapmiz. Yugurib yurishibdi. Bugun shanba, 23-avgust. Shanba kuni endi hali o'quv yili boshlanmagan. O'quv yili boshlanishiga 2 kun, 3 kun bor. 25-avgust kuni dushanba kuni boshlanadi o'quv yili. Shunga endi hozir hamma talabalar qaytib kelishgan, kanikuldan qaytib kelib, shu shaharchada College Station shaharchasida Texas A&M universitetini atrofidagi uylarda ijara joylarini topib yoki bo'lmasa boshlang'ich kurs talabalari o'sha yotoqxona bilan ta'minlanadi. Yotoqxonaga ularda imkoniyat bor, yotoqxona olish imkoniyati. Shunaqa imkoniyatlardan foydalangan holda, demak, o'sha 77 ming atrofidagi talaba shaharga qaytib kelgan hozir. Bir hafta yoki 10 kun oldin shahar deyarli bo'sh edi. Shaharda hamma narsa bo'shliq edi, ko'chalardan tortib supermarket do'konlargacha. Hozirgi kunda ko'chalar to'lgan, hamma tomon to'lgan, barcha tomonda talabalar, restoranlardan tortib umuman olganda ko'chaga chiqishda juda ham ko'pchilik talabalarni ko'rish mumkin. Mana adashmasam mana bu yerda ham o'sha shug'ullanish uchun zal qilingan ekan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, talabalar shug'ullanishyapti. Tomonda o'sha basketbol. Amerikaliklarni eng yoqtirgan sport turlaridan biri basketbol. Amerikaliklar juda ham yaxshi ko'rishadi basketbolni. Demak, bu o'sha yo'l yuqorida ko'rsatib qo'yilgan yo'nalish orqali umumiy kompleksning ko'rinishi. Aytib o'tdik, bu tomonda o'sha shug'ullanish zali bor dedik. Endi tashqaridagi basseyndan ko'rishimiz mumkin. Mana o'sha aytib o'tilgan rock climbing, ya'ni o'sha tog'larga tirmashish, toshlarga tirmashish bo'yicha sport mashg'ulotlari ham bor. O'shani hozir remont ketyapgan ekan. Bu remontni hozir mana bu yerda masterlar ustalar ishlashyapti. Demak, shunaqa turlari ham bor bu yerda. Rock climbing albatta instruktor bilan birgalikda amalga oshiriladi. Mana o'sha badminton uchun ajratib qo'yilgan maydonchalarni shunday tashqarisiga chiqqanda bu yerda mana ichki havza bor, ichki basseyn bor va bu tomonda tashqi basseyn bor. Hozir tashqi basseynni ko'ramiz. Tashqi basseyn sal kichikroq ichki basseynga qaraganda. Bu ichki basseyn
yana ham kichikroqi, kattarog'i bu tomonda xuddi o'sha olimpiada chempionatlari hajmiga to'g'ri keladigani bu tomonda alohida bor. Unga kirishga harakat qilamiz, u tomonga kirishga ham. Bu hamma uchun, mana shu joyga kirgan hamma uchun bu joy ochiq, lekin basseynni ko'rishdan oldin mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham sport maydonchalari bor. Sport maydonchalari mana basketbol uchun alohida maydonchalar qo'yib qo'yilgan. Ikkita ekan, ikkita maydoncha bor ekan. Ikkita maydoncha bu o'sha yopiq sport kompleksini tarkibiga kiradi deyishimiz mumkin. Yopiq mana ichkaridagi recreational center va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin yana basketbol yoki voleybol uchun maydonchalar, qumli maydonchalar 1, 2, 3, 4 ta voleybol uchun maydonchalar qilingan. Hozircha bu yerda hech kim yo'q. Lekin bu yerda ham juda ham ko'pchilik ko'p odamlar kelib, talabalar kelib o'ynashadi bu yerda ham. Demak, bu yer shu tashqi o'yinlar uchun ekan, tashqi sarguzashtlar uchun deb qo'yishibdi. Tashqaridagi sport turlari uchun mana ekan. Ko'rishimiz mumkin basketbol va u tomonda basseyn bor. Basseynga o'tishdan oldin endi basseynda bilamiz, endi odamlar har xil holatda bo'ladi. U yerda videoga olish sal noqulayroq. Shuning uchun uzoqdan olishga harakat qilamiz. Lekin undan oldin bir narsaga e'tibor beramiz. Mana bu yerda stollarni qilib qo'yilgan, o'tiradigan joylarni qilib qo'yilgan, har xil tadbirlar bo'ladi. Ayniqsa mana ekan bu yerda o'sha ovqat pishiradigan grill deydimi, shunga o'xshagan narsa qo'yib qo'yilgan. Bu yerda har xil tadbirlar kanikul vaqtida yoki o'quv yili boshlanishidan oldin mana shu sport kompleksini ma'muriyati har xil tadbirlarni tashkil qiladi. Studentlarni, talabalarni ko'proq chorlash uchun, o'ziga talabalarni ko'proq chorlab, qanaqadir nima deydi, PR reklamaga o'xshagan tadbirlarni tashkil qilish uchun mana shu yerda bepulga, tekinga demak ichimliklar, pitsa yoki shunaqangi mana bu barbekyu qilingan bo'lsa, shularni tarqatish mumkin yoki talabalar guruh bo'lib bu yerga kelib o'zi bemalol tadbirlarda qatnashishi mumkin. O'zi bemalol tadbirlarni tashkillashtirishi mumkin. Tashkillashtirib bu yerda bemalol shularni tashkil qilish mumkin-da, qisqasi. Barchasi shu talabalar uchun, talabalarni hordiq olishi uchun yaratilgan. Mana shu maydon, yopiq maydonning ichiga kiradi, umumiy yopiq maydonni, lekin yopiq maydondan tashqarida ko'rishimiz mumkin. Bu tomonda alohida stadion bor mana ekan. Bu yerda o'sha Texas A&M universitetini mana ekan ko'rishimiz mumkin. Soccer futbol maydoni, futbol stadioni bor. Futbol u professional Texas A&M universiteti futbol, haqiqiy o'zimizdagi futbol turi bo'yicha komandasi bor. Ayollar va erkaklar bo'yicha komandasi bor. O'shalarning professional darajada shug'ullanadigan va o'yinlarni o'tkazadigan maydoni bor. Va bu maydondan tashqarida, maydonning orqa taraflarida ham juda ham ko'p maydonlar bor. Ular o'sha talabalar uchun 10 dan ortiq menimcha stadion bo'lsa kerak. Ularni ham borib ko'ramiz. 10 dan ortiq stadionlar bor. O'shalarga borib o'ynash, futbol tashkil qilish uchun qilingan. Tashqi basseyn, bu mavjud basseynlarning, bu kompleksdagi mavjud basseynlarning ichidagi eng kichkina basseyn deyish mumkin. Tashqi chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yerda mana ekan instruktorlar yoki qutqaruvchi deymizmi, qutqaruvchilar ham o'tirishibdi. Qutqaruvchilar kelib yordamlashadi va o'rgatadi. Bu tomonda professional, demak, suzuvchilar bo'lsa kerak bular. Professional suzuvchilar va havaskorlar, xohlagan insonlar, xohlagan talabalar bemalol shug'ullanishi mumkin. Mana bu joyda o'sha ichki basseyn, lekin bu kichikrog'i, kattarog'i boshqa tomonda joylashgan. Yopiq ichki kompleksdan tashqariga chiqdik. Aytib o'tganimizdek, o'sha kompleks ichida gaplashganimizda tashqarida ham juda ko'p maydonlar bor, juda ham ko'p stadion, shunga o'xshagan sport komplekslari bor dedik. Mana hozir o'sha tashqariga qarab yuryapmiz. Mana bu yerda ham qanaqadir arena bor ekan. Bu arena asosan
tadbirlar uchun mo'ljallangan, har xil tadbirlarni uyushtirish uchun, lekin mana shu tomonda stadion bor dedik. O'sha futbol komandasi universitetda professional futbol komandasi o'yinlarni o'tkazish uchun, shug'ullanish uchun o'zimizda futbol stadion bor dedik. Shuni hozir borib ko'rishga harakat qilamiz. Bu o'sha Texas A&M Soccer deb yozib qo'yishibdi. Mana futbol, o'zimizda o'sha futbol stadioni. Menimcha bu sun'iy emas ekan. Sun'iy emas, haqiqiy maysadan iborat. Haqiqiy maysa va bu yerda o'sha menimcha o'sha professional boshqa universitetdan kelgan futbol komandalari bilan birga chempionatlar, musobaqalar, o'yinlar o'tkaziladi. Bu yerda tomoshabinlar o'tirish uchun, bu tomonda tomoshabinlar o'tirish uchun o'rindiqlar qilingan. Bu yerda o'sha ekranda natija endi ko'rinib turadi yoki boshqa reklamalar ketishi mumkin. Umuman olganda o'sha haqiqiy stadion. Mashqlarni qilish mumkin. Menimcha talabalar uchun bu yerda mashq qilish uchun, o'ynash uchun ruxsat bormi, yo'qmi bilmadim. Mana bu yerda kommentatorlar o'tirsa kerak. Qisqasi shunaqa gaplar. Futbol stadionini shunday yon tomonida qanaqadir Texas A&M softball. Softball nimaligini to'g'risi men tushunmadim. Yana bir sport turi uchun stadion bor ekan. Bu o'sha professional darajada universitet o'rtasida bo'ladigan musobaqalar uchun mo'ljallangan. Boshqa universitet komandalari kelsa kerak, balki tomoshabinlar o'tirishi mumkin. Yana bir o'sha maydon qo'yilgan ekan. Softball bo'yicha chempionatlar, musobaqalar, mashqlar bo'lishi mumkin. Va mana bu yerda birinchi marta aytib o'tganimiz o'sha yopiq zaldan chiqqandan keyin mana qanaqadir arena bor ekan deganimiz. Bu yerda o'sha Reed Arena, bu yerda o'sha ichida basketbol bo'yicha chempionat bo'ladigan juda ham katta hajmdagi zal mavjud. Basketbol bo'yicha chempionatlar, haqiqiy professional darajada bo'ladigan chempionatlar uchun mo'ljallangan zal bor. Demak, mana bu yerda ko'rish mumkin, samolyotda ovoz eshitilyapti. Universitetning o'zini shaxsiy aeroporti ham bor. O'zini shaxsiy aeroporti. Mana bu tomonda yana qanaqadir maydonlar bor ekan. Qanaqadir maydonlar, o'sha tennis maydonlari bor ekan. Mana endi asosiy qismdan ochiq sport maydonlariga yetib kelish vaqti keldi. Bu tomondagilar hammasi ochiq maydon. Bu yerga o'tamiz hozir. Bu yerda o'sha ta'mirlash ishlari ketyapti. Umumiy sport kompleksi atroflarida. Mana bu yerda Cushing Stadium. Qanaqadir yana bu yerda ham stadion bor ekan. Qanaqa stadionligini to'g'risi bilmadim. Internetdan qarab ko'rishimiz mumkin. Mana kan yuradigan yo'lakchalarni xuddi park singari qilib qo'yishgan. Parkda yurganday haqiqiy mana bu ko'klamzorlashtirish. Juda ham chiroyli deyish mumkin. Daraxtlar, har bir daraxt tagida ishlov berilgan. Bu daraxtlarga mas'ul odamlar bo'lsa kerak. Mas'ul odamlar qo'yilgan. Qarab turadigan o'sha kontraktorlar bor. Universitet o'sha ma'lum bir bog'dorchilik bo'yicha kompaniyani kontrakt qilib olgan. Mana universitetda shaxsiy avtobusini ko'rishimiz mumkin. Talabalar bu tomonga toshish, bu tomonga olib kelish bilan ovora. Bu yerda o'sha Pemberty mana ekan. Pemberty sport kompleks. Mana bu joyda turgan barcha ko'p qavatli uylarda talabalar ijaraga uy olib yashashadi. Mana bu yerdan kiramiz. Issiq, tushlik vaqti bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p talabalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi umumiy stadionlarning sonini sanab o'tish qiyinroq. Hozirgi ko'rinishimizda, hozirgi turishda sanab o'tish qiyinroq. Juda katta maydon. Mana ochiq, xohlagan odam kirishi mumkin. Endi bu yer talabalar shaharchasi bo'lgani uchun endi asosan talabalar kiradi, lekin qanaqa hujjatingni ko'raylikcha yoki hujjatsiz ruxsat yo'q degan narsalar
yo'q. Futbol o'ynaladi bu yerda ko'proq. Futbol o'ynaydiganlar keladi. Amerikaliklar tili bilan aytganda soccer. Bu yerda lekin amerikancha futbolni mashq qilishyapti. Mana ekan to'p qo'l bilan otib mashq qilishyapti. Stadionlarning umumiy soni 1, 2, 3, 4 yoki 5 ta. Undan u yoqida ham alohida maydon bor ekan. Tomonga o'tamiz. O'sha stadionga kirish bilan, kompleksga kirish bilan o'ng tomondagi, chap tomonda ham bor. Bu yerda ham o'ng tomonda qancha stadion bo'lsa, bu tomonda ham shuncha miqdordagi stadion. Har bir xohlagan odam uchun ochiq. Mana masalan, menda hozir hattoki a'zolik kartochkam, bir kunlik a'zolik kartochkam, a'zoligim bo'lsa ham, lekin mana xuddi shu joyga hech qanaqangi a'zoliksiz shunchaki kirib, tushlikdan keyin kechki vaqtga yaqin, ayniqsa o'sha talabalar yig'ilishib, komanda tuzib o'zlari futbol o'ynashadi. Futbol o'ynagan paytda qo'shilib, bemalol qo'shilib o'ynash mumkin. Mana masalan, bu o'sha birinchi stadion bo'lsa, birinchi maydon bo'lsa, mana bu yerda mana varatalar, darvozalar, demak, bemalol ko'chuvchi, xohlagan joyga ko'chirib, buni tashkil qilib olish mumkin. Stadionchalarni, maydonlarni tashkil qilib olish mumkin. Mana bu yerda chiziqlar bo'yicha hisoblaydigan mana ekan, oq chiziq var. Ikkinchi mana oq chiziq, demak ikkita stadion bor deyishimiz mumkin, o'sha katta hajmdagi stadion. Bu yerda mana ekan stadionning eng markaziy qismida kiyim almashtiradigan, vanna, dush qabul qiladigan, kiyimlarni almashtiradigan joylari bor, sharoitlari bor. Mana bu ikkinchi stadion, o'rtada yo'lakchadan keyin yana ikkita qo'shimcha stadion. Mana bu yo'lakchalar juda ham yumshoq materialdan qilingan ekan, juda ham yumshoq. Va kichkina varatachalarda, kichkina darvozachalar bilan birga, yana ularda ham chiziqlar bilan ajratib qo'yilgan. O'zaro komandachilar qilib, 4 kishi, 5 kishilik komandachilar qilib, bu tomondan mana bu o'rtadagi darvozadan bu tomonga darvozaga katta stadion, bu tomonga bo'lsa kichkina stadionchalarni qilib, kichikroq guruhdagi o'yinchilar bilan o'ynash mumkin. Mana bu tomonda tepada ko'rishimiz mumkin, o'sha stadion, u tomondagi stadion ham davom etyapti. Mana ekan, demak 1, 2, 3 mana bu va mana bu 4 ta katta hajmdagi 11 kishiga 11 kishi bemalol o'ynasa bo'ladigan futbol stadionlari bor. Mana bu chiziqdan, oq chiziqdan bu yo'l chetdagi oq chiziqqacha o'sha katta hajmdagi stadion, katta 11 kishidan ikkita komanda bo'lib o'ynash mumkin bo'lgan stadion. Bundan tashqari mana bu yerda ham pastda maydonlar bor. Bu maydonlarda ham ba'zi bir holatlarda mana ekan raqamlab qo'yilgan, harflab qo'yilgan. Bu tomonda ham qanaqadir futbol o'ynashadi, futbol o'ynasa bo'ladi. Shunaqangi sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish mumkin. Qisqasi olib aytganda, universitet maydonlarida, universitet hududi aytib o'tdik, o'sha 2200 undan ham ortiq, o'zi asli undan ham ko'proq gektar, 2200 gektardan ko'proq maydonda va asosiy qismlari o'sha sport bilan shug'ullanish uchun mo'ljallangan sharoitlar. Men buni hammasini hozir bitta videoga sig'dirish, bitta videoda hammasini tasvirlab berish qiyinroq, lekin o'sha qo'ldan kelgancha harakat qildik shularni ko'rsatishga. Mana 1, 2, 3, 4 ta darvoza turibdi, 4 ta katta 11 kishidan o'ynash mumkin bo'lgan stadionlar. Ko'rish mumkin, mana maydon sun'iy qoplama bilan qoplangan, xuddi bizdagi stadionlarga o'xshab, butunlay hamma maydon sun'iy qoplama bilan qoplab chiqilgan. Juda ham toza, qanaqadir yirtiq yoki buzilgan joylari yo'q. Menimcha birdaniga ta'mirlab turishsa kerak, qanaqadir ehtiyoj sezilsa yo'q, ta'mirlab turishadi. Mana stadionning chegarasi deyish mumkin. Yoki buni yana ham ko'chirish mumkin, bu tomongacha yana ko'chirish mumkin. Va eng qiziq tomoni, mana past tomonda ham xuddi shunaqa maydonlar bor ekan. Yo'lning u tomonida ham mana bino turibdi. Bu tomonda bino turibdi mana.
va bu yerda ham o'sha maydonlar mana ekan. O'tirib tomosha qiladigan skameykalardan tortib mana bu tomonda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda darvoza bor mana. Mana bu ekskavator tomonida mana darvozani ko'rib turishimiz mumkin. Ikkita darvoza turibdi. Ikkita darvoza. Demak, yo'lning u tomonida ham shuncha miqdorda stadion bor ekan. Ularni ko'rib endi sport bilan shug'ullanmaslikni iloji yo'q. Amerikada o'qish individual yondashuv, ya'ni bu yerda hech kim o'qishingizni nazorat qilmaydi. Talabalarga o'ziga o'zi mustaqil bo'lgan talabalarga majburlab o'qishdan ko'ra shunaqa sharoitlarni qilib berish ko'proq samara bersa kerak degan fikrdaman. Mana shu Texas A&M universitetidagi jismoniy tarbiya, shug'ullanish, dam olish, jismoniy hordiq olish sohasidagi yaratilgan sharoitlarni mana ko'rib chiqdik. Juda ham zo'r darajada, yaxshi darajada, oliy darajada qo'yilgan deyish mumkin. Endi o'sha aytib o'tganimdek bir kunlik ruxsatnomani $12 sotib oldim. $12 sotib oldim. Bir haftaligi bor ekan va bir oyligi bor ekan. Bir oyligini adashmasam 98 yoki 90 atrofidagi dollarda aytishdi. Aniq summasini bilmadim. Endi talabalarga qancha turishini, talabalar ham shunaqa bo'lish kerak. Menimcha talabalar o'sha semestr bo'yicha to'lov qilishadi. Har bir semestrga kontrakt pulini to'laganda, uni ichida o'sha mana shu sport kompleksida, sport sharoitlaridan foydalanish uchun summa yotadi. Summa shu mana ichida yotadi.